Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan Amerika fond birjasi maslahatdan tashkil etilganligi va Amerika fond birjasi savdo qilishdan bizga qanday foydali taraflari mavjudligi haqida suhbatlashib o'tamiz. Avvalambor Amerika fond birjasi Amerika hududida joylashgan kompaniyalarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan hisoblanadi. Ya'ni aytaylik, kompaniya rivojlanmoqchi, yangi filial tashkil qilmoqchi yoki yangi mahsulot ishlab chiqarmoqchi. Bunaqa holatlarda kompaniya uchun juda katta mablag'lar talab qilinadi va ushbu mablag'larni boshqa kompaniyalardan qarz sifatida olishi mumkin yoki banklardan kredit sifatida olishi mumkin. O'sha olingan summani sarflab bo'lgandan so'ng sekin-astalik ushbu qarzlarni va kreditlarni daromadidan qoplab olishga majbur bo'ladi va bunday holatlarda kompaniya topilayotgan daromadni keyingi rivojlantirish uchun sarflashga ulgurmay qolishi mumkin. Shunaqa holatlarda agar kompaniya birinchi marotaba IPO sifatida bozorga chiqarilgan bo'lsa, bunday to'plangan summani hammasini faqatgina kompaniya rivojlanish uchun sarflaydi va uni qaytarib berishga majbur bo'lmaydi. Shunaqa holatlarda kompaniya albatta keyingi topilgan daromadlarni va keyingi hisob foydalarni albatta o'zini rivojlantirish uchun sarflay oladi va tezlik bilan o'sish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu juda ajoyib holat hisoblanadi biznes egalari uchun. Keyingi asosiy sabablardan bittasi bu o'zingiz yoqtirgan yo'nalishga va kompaniyaga investitsiya qilish imkoniyati. Aytaylik, siz o'zingiz ishingiz yaxshi va o'z ishingizda anchagina summa jamg'arib borgansiz va o'sha summani bo'sh turgan pullaringizni ko'paytirmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ajoyib imkoniyat hisoblanadi. Ya'ni siz o'zingiz yoqtirgan kompaniyaga investitsiya qila olasiz. Ya'ni aytaylik, siz Apple mahsulotlaridan foydalanasizmi? Siz Apple kompaniyasiga investitsiya qilish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni siz o'sha Apple kompaniyasini ma'lum bir qismiga egalik qilasiz. Bu albatta boshqacha g'urur bo'lsa kerak deb o'ylayman. Uchinchi asosiy sabablardan bittasi bu pulingizni istagan vaqtingizda qayta naqdlashtirib olish imkoniyati. Bu juda zo'r imkoniyat hisoblanadi. Nima sababdan? Aytaylik, biron bir biznesga pul kiritdingiz. O'sha biznesga pul kiritganingizdan so'ng siz kiritgan summaning hammasi xarajatlar sifatida sarflanib ketadi. Ya'ni u kompaniyani tashkil qilish uchun, biznesni asbob uskunalarini sotib olish uchun yoki arenda pullarini to'lash uchun siz kiritgan summaning hammasi sarflab yuboriladi va o'sha summa yana qaytib joyiga kelish uchun eng kamida 1 yil, 1,5 yil, balki 2-3 yil kerak bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda aytaylik 6 oydan keyin, 3 oydan keyin yoki balki ertaga pul kerak bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa holatlarda albatta pulingizni yechib olish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin Amerika fond birjasi bundan mustasno. Siz biron bir kompaniyaning ulushini, ya'ni aksiyasini sotib olganingizdan so'ng siz uni xohlagan paytda sotishingiz mumkin. Aytaylik, 1 kundan keyin sotishingiz mumkin yoki 2 kundan keyin yoki aytaylik 1 hafta, balki 1 oydan keyin sotmoqchisiz, xohlasangiz 1 oydan keyin sotib yuborish imkoniyati bo'ladi sizda. Ya'ni siz pulingizni istagan vaqtingizda, xohlagan vaqtingizda bemalol naqdlashtirib qayta yechib olish imkoniyati bo'ladi va mana shu imkoniyat juda ajoyib hisoblanadi. Boshqa bizneslardan asosiy farqi mana shu. Keyingi asosiy sabablardan bittasi bu nisbatan yuqori ko'rsatkichdagi daromadlar hisoblanadi. Ya'ni aytaylik, sizda bo'sh turgan pullaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta u vaqt o'tishi bilan qadrsizlanib bo'ladi. Ya'ni inflyatsiya albatta kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bilasizlar, Amerikada inflyatsiya ko'rsatkichi taxminan hozirgi paytda 3% tashkil qiladi va ushbu 3% ko'rsatkichi ham anchagina yuqori hisoblanadi. Siz to'plab qo'ygan summangizni yostiqdagi qo'yib yotadigan bo'lsangiz, mana bu inflyatsiya natijasida u qadrsizlanib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Aytaylik, siz bankka qo'yib qo'ygan taqdiringizda ham, lekin bankdagi ko'rsatkich inflyatsiyadan ozginagina yuqori bo'ladi. Hozirgi paytda inflyatsiya aytaylik 3% bo'ladigan bo'lsa, banklardagi dollarga nisbatan omonat foizlar atiga 5% tashkil qiladi. Endi obligatsiyalarda esa bu ko'rsatkich taxminan 6% ni tashkil qiladi. Lekin siz Amerika fond birjasiga pul kiritish orqali siz yillik 30-40% daromadni qo'lga kiritishingiz mumkin. Ya'ni boshqa investitsion usullarga nisbatan anchagina marjasi, ya'ni daromadi yuqori hisoblanadi. Keyingi asosiy sabablardan bittasi bu hammaning birgalikda daromad qilish imkoniyati. Ya'ni aytaylik, biron bir soha bor. O'sha sohada birinchi kirgan insonlar yaxshi daromad qiladi va keyinchalik o'sha sohaga pul olib kirgan insonlar juda ko'pchilikda zarar bilan chiqib ketgan holatlari bo'ladi. Aytaylik, O'zbekistonda ham 2022-2023-yillarda Xitoydan avtomobil olib kelish sanoati juda zo'r rivojlandi va boshda kirgan insonlar juda ko'pchilik qismi katta daromadlarni qo'lga kiritishdi, lekin oxiriga kelib, ya'ni 2023-yil oxiriga, 2024-yilga kelib juda ko'pchilik insonlar Xitoydan katta miqdordagi mashinalarni O'zbekistonga import qilish imkoniyati ochildi va juda ko'p insonlar avtomobil olib kirganligi sababli ham bozordagi sotuv tushib ketdi va oxirida kirgan insonlar juda ko'pchilik qismi zarar qildi. Lekin bu sohada unaqa emas. Ya'ni bu yerda qancha ko'p bu sohaga insonlar kirib keladigan bo'lsa, qancha ko'p pullarni olib kiradigan bo'lsa, bu bozor shuncha tepaga ko'tariladi. Ya'ni siz bu sohaga kirib keldingiz va sekin-asta daromad qilishni boshladingiz va agar o'rtog'ingiz ham sohaga kirib keladigan bo'lsa, albatta o'rtog'ingiz ham daromad qilib sekin-asta ko'tarib boradi. Ya'ni bu sohada
eng zo'r tarafi hamma birdaniga, ya'ni birgalikda daromadga borish imkoniyati bo'ladi. Faqatgina qachon savdo kirish va qachon savdodan chiqish nuqtalarini albatta bilsangiz va bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni keyingi darslarimizda ko'rib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.